Bugungi darsimizdan boshlab biz bir tor bekatniki Android app'ini yasaymiz. Hozir ko'pincha tor bekatlar WordPress yasalgan bo'lganligi uchun men oddiy WordPress tor bekatidan birini yasab qo'ydim. Bu tor bekatning mazmunini biz app'ni ko'rsatish orqali tor bekat app'ini qanday yasashni o'rgatamiz. Oldi bilan biz bu Navigation Drawer Activity deganni tanlab yangi bir tur quraylik. Bu turumuzning ismi Tor app bo'lsin. Project qurilib bo'lgan ekan, buning izlab qolishini bir ko'rib boqaylik. Bu qarasak buningda biz bu app'da yansımni ishlatganligimiz uchun Drawer layoutini tanlaganligimiz uchun bu holatda yansımligi bor. Endi media yana bir tarmoq tizimlik bor. Buni ishlatmasak, elib etsak bo'ldi. Endi mavi knopkani biz bu app'da ishlatmaymiz. Buni chiqarib etsak bo'ldi. Endi bu app'ning qurilmasiga kelsak, bu yerda Java degan darajani assak, main activity deb. Main activity buning ichida bizga lozimliq hamma binding bir narsani avtomatik shakllantirib beradi. Endi UI degan bu darajaga qarasanglar, buning ichida hamma gallery slide show deganlar asosliqi sınaq uchun qo'llab qo'ygan bu darajalar. Bugungi darsda asosan ishlatadigan yerimiz shu home fragment. Shundaqla layoutning ichidagi shu fragment home deganni shunaqa markazlashtirsak bo'ldi diqqatimizni. Bu appning ichida biz tordan ma'lumotlarni olganligimiz uchun biz OKHTTP degan kutubxona yoki ambarni ishlatamiz. Shunga oldi bilan Gradle'ning ichiga OKHTTP bilan tor bekatdan bizga qaytgan JSON uchullarini yeyish uchun Google'ninki JSON ambiri ishkinasini Gradle'ning ichiga qaytib olish to'g'ri keldi. Shunga oldi bilan modulning Gradle widgetini ochib, buningga ishga qura bir narsa qatamiz. Endi torni ziyorat qilish uchun Androidga ruxsat qilish to'g'ri keldi. Shunga manifest deganning ichiga ruxsat qo'yish uchun use permission deb buning keyiniga ruxsatning ismi yozildi. Internetninki ruxsati, mega internet deb yozsanglar chiqadi. Shu permission internet deganni qaytib qo'ysanglar, bu torni ziyorat qila oladigan bo'ldi. Endi bizningki bu yerdanki tor bekitimiz bu qarasanglar bu HTTPS emas, HTTP dan boshlanadigan bo'lganligi uchun application deganning ichiga shu HTTPS bo'lmagan tor bekatlarni ko'rsatish uchun use clear text traffic degan narsani buni ruxsat qilib qo'yamiz. Buni true deb bekitayotgandan keyin endi biz oldi bilan home fragmentning ichiga view pager bilan bir tal tab layout kirgizishimizga to'g'ri keldi. Shunga biz buning ichidagi text viewni o'chirib o'tamiz. Text viewning o'rniga ikki ta narsa kirgizamiz. Birisi tab layout deb bossanglar chiqadi. Tab layoutni qo'shgandan keyin buning kengligi ekran kengligi bilan teng bo'lsa bo'ldi. Egizlikka mazmunga ko'ra tashlab qo'ysak, undan buning ust qismini men buni taqib etib mana shaklda ochib qo'yay. Ust qismi ekranning ustiga to'g'rilab o'taylik. Miyaga biz tor bekatning sahifalarni ko'rsatish uchun bir tabga qatdiq. Bu tabkimizga ID deb tab layout deb ism qo'yib qo'yaylik. Endi buning ostiga biz sahifaning mazmunlarini ko'rsatish uchun view pagerdan birini qatamiz.
ViewPager biz aldığımız dərsdə işletgəndək yenilam ViewPager 2'ni işletimiz. Bunu match parent deb egizlikini 0 degenden keyin bunun üstü kısmını üstüge biz qatqan tab layout'ның astığı doğrulay versek buldu. Ondan ast kısmını ekranın astığı doğrulasak buldu. Şuna bilen bu ana ekranınki layihasi bitip boldu. Endi bunu bitkizip bolgandan keyin biz mana bu ViewPager'ni ilgirki dərsdə ko'rganimizdek bunu işletish uchun ViewPager'ning ichida jazman mazmunni ko'rsatish uchun bir fragment qo'shilishi kerak. Shunga endi mana bu home degan montajning ichida biz yangi fragmentdan birini quramiz. Bu fragmentning ismini biz kategoriyalarni ko'rsatgan bo'lganligimiz uchun kategoriya fragment deb qo'yaylik. Bu holatda fragmentni qurib bo'lgandan keyin endi bu fragmentninki ko'rinma yuzini aylaymiz. Endi buning ichida faqatla bir list view'li bo'lsa bo'ladi. Shunga buni ichib biz buning ichidagi text view'ning o'rniga bir tal list view kirgizamiz. Temelning tizimligini ko'rsatish uchun. Bunun uzunluk kengliklerini yaşı ekranga asasen ekrangalık toldurib versek buldu. Demek ki endi temelni ko'rsatish uchun list view'dan birini qaytib boldik. Bunun endi id'dan birini qo'shib qo'yaylik. Bir qaytarishimiz uchun. Buni id'sini list view deb qaytib qo'ydik. Buni qaytib bo'lgandan keyin bu fragmentning bu ko'rinma yuz loyihasi bitdi. Endi mana bu home fragment degan avtomatik shakllanganlik uchun buningda mana binding degan narsalar bor. Biz mana fragmentning ichidagi binding munosabatli narsalarni o'zimizdagi qurgan kategoriya fragmentning ichiga kirib olaylik. Biz mana narsalarni ishlatmaymiz shunga. Buni shu yetsak bo'ldi. Bularni shu yetgandan keyin binding munosabatli narsalarni o'chirib keldim. Endi bu yerdagi binding shu fragmentning ismi asosida o'zgardi. Shunga biz mana fragment home emas, fragment kategoriya binding degan ishlasak bo'ldi. Ondan ma'noda yana binding munosabatlik mana qurib bor. Shuni o'qirnima kategoriya fragmentning ichida bu yerga ekra olaylik. Endi bu yerda biz binding rootni qaytadan qilib tanishib etsak, binding ishlaydigan bo'ldi fragmentning ichida. Bularni qo'shib bo'lgandan keyin endi biz mana bu text view'ni bu yerdan o'chirib etdik. Text view ishlatmaymiz uning ichida. Shunga bu narsalarni elitaylik. Kategoriya fragmentning ichiga binding munosabatli manasini kelib qo'ydik. Biz oldi bilan OK HTTP clientdan birini qurishimiz to'g'ri keldi. OK HTTP client deb buni qurib bo'lgandan keyin ikkinchi qadamda request'dan birini quramiz. Request deganning o'zi
request http request degan obyektniki builder deb buni ishlatamiz. Ondan keyin bu bizniki to'g'ri yo'llaydigan http iltimosimizda qaysi adresni ishlatganligimizni bu yerga yozamiz. Bizning adresimiz shu. Tor bekatining adresining ichidagi tor bekatining RESTful API kategoriyaning mazmunini JSON shaklida qaytarish uchun shu adresni bersak bo'ldi. Bu adresni berib bo'lgandan keyin biz build deganni buyruqni beramiz. Bu buyruqni berib bo'lgandan keyin endi ustida qurib qo'ygan client degan obyektimizniki new call degan bu funksiyasini ishlatib buning parametriga request deganni bergandan keyin enqueue degan buyruqni ishlatamiz. Endi bu enqueuening ichida yana callback qo'llanganligimiz uchun buni object callback deb mana shaklda qo'yishga to'g'ri keldi. Bundaq yozsanglar, yozgandan keyin obyektning asl siziq ko'rindi. Mana bossanglar endi buning kerakli naslini avtomatik qo'shqili bo'ldi ichiga. Endi bu ikki narsaniki birisi agar bizning to'g'ri avatga iltimosimiz mag'lub bo'lsa nima ish qilish, ikkinchisi muvaffaqiyatli bo'lsa nima qilish. Shunga biz mag'lub bo'lgan vaqtda mag'lub bo'lgan uchurni, xatolik uchurni besib chiqarib turadigan buyruqni yozib qo'ysak, endi muvaffaqiyatli bo'lsa o chog'da oldi bilan biz kelgan JSON stringning o'zini, JSON textning o'zini response degan obyektning body string degan ma'nosini elib olamiz. Elib olgandan keyin biz JSONni yechadigan Google'danki bu obyektni qurib bo'lgandan keyin endi biz kategoriyalarni yeyish uchun kategoriyalarga mos keladigan bir obyektni qurishimizga to'g'ri keldi. Bu adresni ko'chirib biz tor ko'rishni ko'rib baksak, tor ko'rishni ko'rsak, bu kategoriyalarniki ID'si, ichidagi temining soni, anadagi ulanmasi degandek bir talay bir narsa qaytadi. Buning ichida ham kategoriyaning bizga lozim bo'lgan narsa birisi shu ID'si, ikkinchi birisi kategoriyaniki category name deydigan kategoriyaning ismi. Bu string tipliq, int tipliq ikki narsa lozim bo'ldi. Shunga endi biz ikki narsani asos qilib model qurib olamiz. Modelning o'zi UI'ning sirtida quraylik. Biz avval model deb bir muntazam qurib olib, bu muntazamning ichiga andin kategoriya deb bir model quraylik. Modelimiz bayatimiz ko'rganimizdek asosli ishlagan narsamiz kategoriyaning ichidagi birisi ID, bunun tipi int, ikkinchisi name, bunun tipi string deb mana holatda ko'rdik bayatdan. Shuni hpt modelni qurib etgandan keyin endi bu Google'ninki JSON'ni yechadigan bu Umbrella orqali biz
JSON odatda kelgan tor bekatning mazmunini modelga aylantirsak bo'ldi. Modelga aylantirish uchun biz mana kategoriyalarniki qatori deb o'zgarish yazalaylik. JSONniki from JSON degan mana funksiyasini ishlasak bo'ldi. From JSONniki birinchi parametri shu kelgan tor bekatimizga qaytgan JSON formatiga string. Endi buni qaysi modelga aylantiramiz desanglar, biz shu kategoriya modelga aylantiramiz, lekin kategoriyaning o'zi mana qator shaklda class Java deb bu yerda biz JSON tanishtirgan vaqtimizda undaq o'tir tirnoqning ichida kelgan bo'lsa, bu qator holatdagi narsa bo'ldi deb tushundigan. Shunga buning qaytgan narsa qator holatda qaytilgan bo'lganligi uchun shuni biz mana array deb aldık. View pager'dan işletiş için biz yani şu home'dan içinde bir tal adapter kurup olaylı. Adapterimizin ismi category cat adapter basına kısaltıp cat deb yazaydı. Cat adapter basın. Bu kategoriya adapterniki fragment state adapter ishlatish uchun buning ichida ikki parametr bo'lishi kerak. Birisi fragment manager, ikkinchisi life cycle. Shuning uchun biz mana klassning o'ziga ikkita narsa yozishimiz to'g'ri keldi. Fragment manager, ikkinchi birisi life cycle deb. Bu ikki narsani yozib bo'lgandan keyin ma'noga ash qiymatni yozilgan qiymatlarimizni bersak bo'ldi. Ondan biz bu adapterning o'zida kelgan kategoriya tizimligini bartaraf qila olishimiz uchun kategoriya tizimligini bu adapterga yo'llab berish uchun biz kategoriyalar deb bundoq bir qator qurib olaylik. Buni qurib bo'lgandan keyin endi ma'niki ma'noga bossak a'zolarni qo'shilgan chiqadi. Buning ikki a'zosi bor. Birisi bet sonini bekitadigan narsa. Bet soni bizning kategoriyamiz necha bo'lsa, shuni o'lchimi asosan bo'lsa bo'ldi. Shunga get size deb buni bolet qilsak bo'ldi. Endi ikkinchisi fragment. Fragmentga endi biz kategoriyalarni ko'rsatish uchun bu yerda kategoriya fragment deb bir narsa qurib oldik. Lekin endi har bir kategoriyaning ichida shu kategoriyaningki qiymatni yo'llab berish uchun biz kategoriyada bir obyekt qurib qo'yaylik. Kategoriyadan nol deb bu shaklda. Bunu qurib bo'lgandan keyin biz endi mana buning ichiga avval kategoriya fragmentini qurib olamiz. Kategoriya fragmentiga obyektni qurib bo'lgandan keyin bu obyektningki kategoriya degan narsasi shu kategoriya tizimligidagi navbatdagi o'rindagi qiymatni eppasak bo'ldi. Buni ep fragmentning o'zini qaytarib bersak, bu adapterning ishi bitdi. Adapterning ishini bitirib bo'lgandan keyin home fragmentga qaytib biz bu yerda qaytgan bu yerdan qurib olgan kategoriyalar tizimligini ash adapterga yo'llab bersak bo'ldi. Shunga endi bu adapterni biz bindingning ichidagi view pager'da ishlatamiz. View pager'ga ism qo'ymoqqa o'xshaymiz. Men qarab boqay.
view page'ga ID bekitmepdik. Şoňunga view page dep isim koyup turaydy. Nime kelgen eken emdi view page desek hem tonydy. Bunun adapteri biz kategori adapter dep nas kurduk. Aş klasynyň içinde yollaýdan kymmatlarymız birincisi aşket array degen näsini yollap berсек boldy. İkincisi biz fragmentden aşıda boğaldığımız için activity arkaly erişsek bolmaýdy o fragment manager'ga. Ana diken oxşaşla. Andım life cycle degen. Biwasta life cycle dep berсек boldy. Ama null boss bolmaýdy eken, onda bolgan eken. Bu adat işlesek onda hatalyk tügedi. Hemde view page'niň özüge biz adapterini bekitip bolgandan keyin ikinci bolup bu kurup algan tab layout bilen view page'ni bağlayıp bitimiz. Onu bağlaş üçün biz birinci parametri tab layout ikinci parametri view pager bu adatda ikisini kirgizip bolgandan keyin üstüdeki tablarga kategoriýanyň ismini goýaş üçin biz tabninki teksti get array degeninki get şu position desek şu orundaki kategoriýany eperdemiz. Bu kategoriýanyň ismini tekst ýollap berсек boldy. Şimdi ahyrda bunu ikisini ulaş üçin dash degen buyrukny berýetimiz. Bu alatda biz bu adapterini bekitdigan andan keyin tab layout'ninki tab layout bilen view page'ni birleşdirdigan işini kıp bolduk. Hem dikkat kıldıgan nokta bizninki Tor'dan mezmununu aldıgan bu buyrukymyz Aqsu'da icra boldy. Aqsu'da icra bolgan näse bolganlyk üçin list view'lyga görünmýüzligi näslige kymmat bersek hatalyk görüldi. Şoňa biz bu Aqsu'da icra bolgan bu Tor'daki mezmununu bir tarap kıldıgan bu näsininki içinde görünmýüzligi täsir gösterýüş üçin normalda run on UI thread degen bunun içinde işlemesi doğru geldi. Hem de bu get request dep manasyny Tor request bolan işini biz kıp bolduk. Kıp bolan eken hem de bunu şu view'la kurulup bolan eken icra kılsak bolady. Hem de hazır app'ninki aldyn körüp bakaýly. Bu buyrukny icra kılgandan keyin kategoriýalaryny elip view page'niň özüde köstürelemde bir karap baksak boldy. Demek bizninki kategoriýalar hazır normal adatda kep boldy. Bu app'ninki ýönelişi hazır onda sola dogrulanmaganlyk üçin bu hazır tät ýöneliş çykyp aldy. Ýa-ni näsini biz tüzdümiz. Biz bu jumla körükini işletmeýdiganlygymyz üçin app bar main degeniň içinden bu konupkyny ýoşurup ýeteýli.
visibility deganni gone deb etsek, shundoq ko'rinmaydigan bo'ldi. Endi WordPress'ning ichida boyatin biz kategoriyalarning tizimligini elish uchun mana bu yerni bergan to'q. Endi kategoriyalarning ichidagi temalarni elish uchun WordPress'ning ichida mana post deb kategoriyaningki numerini bersak, kategoriyaning ichidagi temalarning tizimligini bizga chiqarib beradi. Masalan, biz kategoriyamiz hozir 1 2 3 deb 3 kategoriya bor. Bu 3 kategoriyaningki numeri 1 2 3 shunday holatda. Shuni biz masalan mana da birinchi kategoriyadagi temani yapib qo'yaylik. Birinchi kategoriyada tema yo'q ekan. Ikkinchi kategoriyaga qarasak, buningda tema chiqdi. Endi bu ma'lum qurilmasi, yana kategoriya deganning qurilmasiga o'xshamaydi. Buningda o'xshashlar ID bor. Date degan ash postningki, ya'ni har bir temaning ijro qilingan vaqti, har bir temaningki e'lon qilingan vaqti. Bu yerda bizga lozim bo'lgan narsa birinchisi ash temaningki ID'si, ikkinchisi o temaningki mavzusi. Endi bu mavzuning qurilmasiga qarasanglar, bu title deganning ichida yana render deb bir string tipliq bir narsaning ichida lekin mazmunni ko'rsatdi ekan. Shuning uchun biz bu temaning mazmunini ko'rsatish uchun buningga ayrim model qurib olamiz. Endi bu modelning ismini biz WordPress'da temani post deb ataganlik uchun post deb qo'yaylik. Endi bu o'xshashlar data class bo'ldi. Data classning ichida birisi ID bor. ID'ning tipi int. İkinci birisi title. Endi bu title deganning o'zi qarasak, render deb bir narsaniki ichida string tipli bir narsa bor ekan. Bu title deganning o'zi bevosita string holatda kelmaydigan ma'noga qarasanglar, title deganning ichida yana bir ayrim obyekt bor. Shuning uchun biz yana bunga obyektni bilan qurib olamiz. Obyektning o'zini render deb qursak, buning ichida o'shada render deb mavzuni ko'rsatish uchun bir string tipli bir narsa bor. Shunga buni bu holatda qurib bo'lgandan keyin nima title deganning tipini render deb bu yerda qurgan obyektga to'g'rilab qo'ysak, endi bu postningki nemisini qurib bo'lgan bo'ldik. Endi qurib bo'lgandan keyin biz endi mana bu kategoriya fragmentning ichida endi bu temaning tizimligini erishimiz to'g'ri keldi. Boyatin biz mana home fragmentning ichida kategoriyalarning tizimligini oldik. Endi temaning tizimligini erish uchun o'xshashli biz yana bir shundoq request ishlatamiz. Shuni buni o'zini men ko'chirib elib, mana kategoriya fragmentning ichiga kirib bitay. Kategoriya fragmentning ichida endi bizningki mana bu temaning tizimligini olgan narsamizni qarasanglar, bu yerda mana bu post kategoriyasi tang deb ma'lumotda. Shunga mana o'zgartib biz bunu ekilimiz. Endi bunun oxirida keldigan numar bizningki kategoriyaningki ID'si bo'ldi. Shuning uchun bu yerga biz cat ID deb yozsak, kategoriyaning nomeri qaysi bo'lsa shu kategoriyadagi temaning tizimligini olgan holatda bo'ladi. Endi bu yerda bizningki mana bu yerdagi obyektni ish jarayonimiz bu yerda kategoriyani olmaymiz, biz postni olamiz. Shuning uchun mana postga aylantirib etdim. Endi mana array degan nima, biz post array deb qo'yib turaylik.
Bu aletde endi mana içinde bar narsa list view bolganlyk üçin men view pager degan narsani list view o'zgartib etdim. List view o'zgartgandan keyin bunun endi tab layout manası yok. Faqatla array adapterden birini kurup array adapterning içinde birincisi context degan fragmentdan işletsanglar require context degan işletsanglar boldu. İkinci birisi endi bu listni ko'rsatish uchun biz bir tal layoutni Androidning o'zini elib ishlatamiz. Şuna Android r layout simple list item 1 degan buni tanlab qo'yamiz. Endi uchinchi birisiga biz shu bir array berishimizga to'g'ri keldi. Listni ko'rsatish uchun tizimlikning mazmunini ta'minlab berish uchun biz post array degan narsani ta'minlab berdik. Endi bu holatda list view'a biz adapterni bekitib bo'ldik. Biz get request degan qurib qo'ygan funksiyamizni bu yerda ishlatishimiz kerakdi. Get request ishlatmoqdik. Shuni qo'shib o'tgandan keyin ijro qilsak mana ishlaydi. Hozir endi bu obyektning o'zini chiqarib qo'ydi. Buning ichida biz faqat shu uyg'urcha temislam chiqarib bersak bo'ladi. Shuning uchun biz mana post deganning ichida toString deb bir tal funksiya bo'ldi. Shu funksiyaning o'zida faqat title'ni qaytadan qilib qo'ysak, title'ninki render degan narsani qaytadan qilib qo'ysak, agar bu quruq bo'lib qolsa, null bo'lib qolsa, quruq narsa qaytasin deb mana shu yerga yozib qo'ysak, unda obyekt chiqqanning o'rniga bu yerda HTML'ninki tekst bilan chiqadigan bo'ldi. Demek biz hozir kategoriyalanishlik teamini yap bulduk. Endi men o'ngdan so'lga bu yo'nalishni to'g'rilab o'tish uchun avval main activity'ning ichiga ham shu set content view deb men bekitib qo'ygandan keyin bu yerga window decor view degandan keyin set layout direction deb mana yo'nalish belgilaydigan funksiyasi bor. Layout direction deganning o'zini biz view layout direction RTL mana o'ngdan so'lga deb buni to'g'rilab qo'ysak, bu app'dagi layoutning yo'nalishi o'ngdan so'lga holatga o'zgardi. O'ngdan so'lga holatga o'zgargandan keyin mana bizningki ustidagi tabgilar o'ng tarafda birinchisi, o'tirda ikkinchisi, sol tarafda uchinchisi holatda ko'rinadigan bo'ldi. Endi hozir qarasak, bu yerda HTML'ning uchun ishlatilgan narsa yana va o'ngdan so'lga masalasi bor bu yerda. Bu masalani tuzish uchun biz list view'ning o'zini list view'dan keyin o'ngdan so'lga tekst ko'rsatgan xosligini ishib qo'ysak bo'ldi. Buni mana fragmentning ichidagi list view'ninki text direction deganni RTL o'ngdan so'lga deb bunday tashlab qo'ysak, bu masalani o'nglaymiz.
demek endi 10 sıla meseleni oňşaldy. Bugunki dersde biz kategoriýalyny, tor beketiň kategoriýalaryny elep, kategoriýadan işledik, tem tizimlikni kösdi gaşyny el kıldyk. Qalan mezmunny keyinki dersimizde el kılymyz. Bugunki dersimiz bu şeýle bolsun. Allahu emanet.